Eng foydali mahsulot tuxumdan 23-retsept. Qani ketdik. Skоворodkaga yarim cho'mich yog' solib, qizdiramiz. Bismillah deb piyozni solib, sal o'ldirib qovurib olamiz. Ustiga tuz sepamiz. Piyozimiz qovurilguncha tuxumga tuz, pomidor, sosiska yoki kolbasa, ko'kat solib aralashtiramiz. Piyozni ustiga qirg'ichdan o'tkazilgan kartoshkani tekislaymiz. Ustidan ozgina tuz sepamiz va tuxumli massani quyib tekislaymiz. Past olovda dimlab qo'yamiz. 10-15 minutdan keyin ochib, qirg'ichdan o'tkazilgan pishloqni sepamiz va siri eriguncha dimlaymiz. Yoqimli ishtaha. Siz ham menga o'xshab tuxumni sevsangiz, menga obuna bo'ling va men sizga tuxumdan 500 xil retsept o'rgataman. Tuxumni foyda va zararlari haqida istoriyamda ma'lumot berib boraman. Istoriyalarni kuzatib boring.